Samsung S26 Ultra birinchi bo'lib o'zim arzor qilaman. Boshladik. Akalar, dizaynida deyarli o'zgarish yo'q. Bu 25 Ultra bo'lsa, bu 26 Ultra. Ozgina o'sma qo'yib qo'yishdi. Rangiga keladigan bo'lsa, buni ham iPhonedan o'g'irlashdi. Orange degan xo'ram rang endi 26 Ultrada ham mavjud. Kameralari balodan ham o'zgarmagan 200 megapiksel, 4K hamda 8K formatda videolar olib beradi. Tiniqligiga keladigan bo'lsa, dengizga bir tomchi suv qo'shilsa qanday bo'ladi? Xuddi shunday deb berasizlar. Bu telefon boshqa telefonlardan maqtana oladigan joyi nimada bilasizlarmi? Displeyida Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz. Bu displey boshqa hech qaysi telefonlarda yo'q. Samsung bu displeyni faqatgina o'zini flagman telefonlari uchun chiqaradi. Omma gap yo'q. S26 Ultra qanaqangi darajada zo'r chiqadi bilmayman, lekin Sushi hamda San Sebastianiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bismillah. Xitoyda jinnikat telefonlari 8000, 10000, 15000 mAh batareyka bilan chiqayotganiga bir asrdan o'tdi. Lekin Samsung bilan iPhone bo'lsa, hali ham 5000 batareykada qolib ketdi. S26 Ultra keladigan bo'lsa, bu ham 5000 mAh batareyka bilan zo'r holatdan chiqaryapti. Telefonda batareykasidagi yagona o'zgarish, telefon 60 vatli zaryadkani qabul qila oladi. Prosessorga keladigan bo'lsak, hali ham uqalanib o'tirishdi. Bitta qarorga kelishmadi. Snapdragon 850 Gen 5 yoki bo'lmasam Exynos 2600 qaysi birini qo'ysa ekan deb o'ylanishyapti. Menga desa Snapdragon 850 Gen 5 qo'ygani yaxshi, chunki bu eng kuchli prosessor. Telefonda deyarli katta o'zgarish yo'q. IP68 suvdan himoya kuchlik, yangilanishi 7 yil keladi va hamda sun'iy intellekt zo'r ishlaydi. Xotiralari bo'lsa 12250 boshlanadi. Xullas kalom, eski hammom, eski tos, lekin 26 Ultra chiqdi. Narxiga keladigan bo'lsa, bu xoramini $1200 dan sotuvga chiqadi va buni sotib olib 1 yildan keyin yalinib yurib zo'rg'a $700 ga sotasiz. Unda ham X-Mobile'ga. Sizningcha bu telefon sotib olishga arziydimi yoki bu puliga Huawei, Oppo, Vivo, OnePlus shunga o'xshagan telefonlar sotib olish to'g'riroq bo'ladimi? O'z fikringizni kommentariyada yozib keting.